tadbirkor kim? Keling birinchi mana shu savolga javob topaylik. Tadbirkor kim? Buni ko'pincha marketolog bo'lganim sababli hamma menga shunaqa savol beradi. Tadbirkor kim? Marketing nima? Marketolog kim? Bu sohada javob beradigan bo'lsak, avvalambor o'sha marketing nima degan savolga javob berishdan boshlasak yaxshi bo'ladi. Marketing nima? Marketing bu juda o'zi insoniyat paydo bo'lgandan boshlab bunday olib qaraganda marketing bor soha. Lekin bu zamonaviy marketingni o'sha g'arb davlatlarida yaqin 200-300 yillikda tadbirkorlik rivojlangani sari o'sha bozorni o'rganish va bozor munosabatlarini o'rganish uchun marketing faniga asos solingan. Marketing o'zi bozor, o'sha marketing bozor haqidagi fan yoki soha hisoblanadi o'zi aslida. Bozor haqidagi fan bo'lgandan keyin bozor ishtirokchilari bor. Bozor ishtirokchilari bu sotuvchi va xaridorlar. Bozoridagi sotuvchilar ko'pincha tadbirkorlar hisoblanadi. Xaridorlar esa u yoqda xaridorlar bozorga o'zi nima uchun boradi? Xaridorlar bozorga o'zini muammosini ko'tarib olib boradi, o'sha muammosini yechimini pul berib o'sha sotib olib keladi. Tadbirkorlar esa xaridorlarga muammosini yechimini sotadi. Masalan, insonlarga kiyim kerak, oziq-ovqat kerak yoki shunga o'xshagan boshqa narsalar kerak. Bu insonlar uchun muammo, tadbirkorlar uchun o'sha muammoni yechimi ham o'zini daromad olish manbai. Endi tadbirkorga yana bitta ta'rif bor. Tadbirkor odamlarning muammosini yechish orqali ham o'zini ham muammosini yechadi va atrofdagi boshqa ishchilarning ham muammosini yechadi. Ya'ni ularni daromad manbai bilan ta'minlab beradi. Bugungi tadbirkorlar Nargizaxon mana shu ta'rifga loyiq ish qilishyaptimi? Sizning shaxsiy fikringiz? Endi tadbirkorlar loyiq ish qilayotgani ham ko'p. Loyiq ish qilmayotgani ham ko'p. Loyiq ish qilishning sababi ularda ko'pincha bilim bor. O'zini ustida ishlaydi. O'zini ustida ishlagan tadbirkorlar to'g'ri ish qiladi va natijada to'g'ri natijaga erishadi. Agar o'zini ustida ishlamasa tadbirkor, albatta xatoliklarga yo'l qo'yadi va turli xil yo'qotishlarga sababchi bo'ladi va yana yo'qotish oqibatda kasodga uchraydi. Endi mana hozir siz aytib o'tyapsizki, tadbirkorlarga bilim va tajriba juda ham muhim deb. Lekin biz kuzatadigan bo'lsak, mana shu bozor iqtisodiyotida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning ba'zi birlari u qadar tajribali emas. Lekin ular muvaffaqiyatga qaysidir ma'noda erishyapti. Bunga nima deysiz? Qanday izoh berasiz? Qanaqa tadbirkorlar? Bular o'zini ishini yaxshi ko'radigan tadbirkorlar. Avvalambor tadbirkor qanaqadir bir sohaning mutaxassisi albatta. Masalan, optika bo'yicha shug'ullanayotgan tadbirkor optikaning mutaxassisi. Uni oynalarni, linzalarni yaxshi biladigan mutaxassis bo'lishi kerak. Yoki qanaqadir temirdan buyumlar yasaydigan tadbirkor o'sha temir sohasi bo'yicha mutaxassis. Yoki qanaqadir bir boshqa sohaning mutaxassisi. Albatta bu tadbirkorlar o'zini sohasini sevadi, birinchidan o'zini sohasini sevadi va odamlarga mahsulot sotishni emas, odamlarga o'sha o'zini mahsulotini berib, o'shandan rohat oladi tadbirkorlar. Va o'shaning natijasida ularga mahsulotini berdi, ular unga rozi bo'lib pulini berdi va bu albatta o'zini natijasini ko'rsatib tadbirkorlikning rivojlanishiga olib keladi.